Xitoyda tovuqlarni erkin boqish usuli keng tarqalgan. Fermerlar odatda tovuqlarini tepalik, daraxtzor yoki keng dalalarga qo'yib yuboradilar. Bu ularga erkin yurish va hasharotlar, maysalar, donlar kabi tabiiy ozuqalarni topish imkonini beradi. Natijada tovuqlar baquvvat bo'lib, eti zichlashadi va mazasi yaxshilanadi. Bundan tashqari fermerlar tovuqlarning immunitetini kuchaytirish va kasallik xavfini kamaytirish uchun ularning ratsioniga makkajo'xori, soya va guruch kepagini qo'shib beradilar. Bu antibiotiklardan ko'p foydalanishning oldini oladi. E'tiborli jihati shundaki, aksariyat tovuqlar daraxtlarga osilgan idishlar yoki yerda kavlangan inlarda saqlanadi. Bunday boshpanalar ularni yirtqichlar va noqulay ob-havodan himoya qiladi hamda tuxum qo'yish uchun xavfsiz joy bo'lib xizmat qiladi va tuxum terishni osonlashtiradi. Ushbu model nafaqat yuqori iqtisodiy samara beradi, balki atrof muhit muhofazasiga hissa qo'shib, oziq-ovqat sifatini ham yaxshilaydi. Sahifamizda bundanda foydali ma'lumotlar bor ekanligini bilasizmi?